Oldingmi? Yo, hozir o'ladilar. Olib chiqaman. Bu yoqqa. Oldingmi? Davay. Ha. Olib chiqishga olib chiqdik. Ammo haydashni bilmayman uni. Men bilaman. Ba. Ketdik. Nurg'on qizimi? Ha, o'sha. Yur, qayda? Yur. Gapim bor. Mana. Nima qildi? Loya qildi. Bolla. Yıkıtı durar elden gülüm sürdü. Oyu canım azopsizga buldu. Bu olifda kim edi? Ish qilib mashinaga xizmat qildim. Tinchlikmi bolalar? Bu olifda kim edi? Ish qilib mashinaga xizmat qildim. Tinchlikmi bolalar? Sendan so'rash kerak. Urganingda nima bo'lardi? Yo'q bolalar, men o'tga mehmon kelganman. Birinchi kundan urish niyatim yo'q. Mendan o'tgan bo'lsa uzr. Uzr? Odamni ham sharmanda qilding, Suyun. Endi kim edi bu otasining o'g'li? Bilmayman. Kimdir Toshkentlik qarindosh bo'lsa kerak-da. Mashinangiz nima qiladimi? Allo. Ha, aka. Ko'chada edim. Nima? Vazelin so'rayapti. Vasilin? Allo. Ha, hozir olib boraman aka. Botir. Vazelin olib keldingmi? Ha? 3li tuflimni olib chiq. Nimaga aka? To'yim bor. Muncha ko'p savol berding, bor. Ha, to'yingiz bormi? Hozir. Mashinani haydamadingmi? Mashinani haydamadingmi? Yo'q aka. Haydash bilmayman. Bo'pti. Men ketdim. Yaxshiyam teskari qo'yganim bilmadilar. Alo. Ha, Nozik qaydasa? Do'kon ketyapti-da, uyda shakar qolmagan ekan. Ha, unda ko'rishaylik. Yo'q, ko'rib qolishadi. Ya, ko'rishamiz. Hozir boraman. Hozir. Ha, yaxshi qiz. Bu yerda yaqin atrofda magazin bormi? Magazin shu mahallani boshida. Qochib tur. Tush gaplashib olamiz.
qishloqqa keldim, o'g'lagan qizimga gapira olaman deb o'ylayapsan. Magazin so'rab bo'lmaydimi? Rostda magazin so'radimi? Ha. Afa bo'lmaysan, noto'g'ri tushunibman. Yes. Adangga yetmaysanmi ishqilib? Yosh bola ko'ra olmaylar. Ayinggacha. Ayyo yetmayman. Buvinggacha. Qisasiyu. Qayerdan paydo bo'lib qolding o'zi sen? Ha, ketotdim o'zi. Bir payt urushayotgan ekansizlar. Sen kalta yozsam debman. Afa bo'lmaysan, mehmon bizdan o'tdi. Ha, mayli. Mehmon demanglar, ismimni aytib chaqiravringlar. Isming nima? Ismim Shohruh. Meniki Botir. Meniki Suyundiq. Nima? Suyundiq, suyun, qattiq ne, suyun. Ha. Suyun. Bo'ldi, yaxshi. Qishloqinglar yaxshi ekan, go'zal ekan. Alo, Anu nima bo'ldi? O'ziga keldimi? tushunmadim, senga nima? Alo, Anu nima bo'ldi? O'ziga keldimi? tushunmadim, senga nima? Voy shunchaki so'radim, nima jahl qilasiz? Вообще ishing bo'lmasin u bilan, tushundingmi? Voy xo'p. Bilan boram, kechgacha joyga ketamiz Peterga. Ye, toy bolaga yotdi-yu. Ha, qalaysan? Yaxshi, rahmat. Qaydan kelding? Toshkentdan? Poytaxtdanmi? Ha, qurumsan? Tushunmadim. Qurumsan deyapman. Bo'ldi. Ha, Shuhrat, tinchlik? Nimaga? Ha, nima qilsizlar endi? Tanishamiz. Sen tanishing bilaman, Shuhrat. Ha, qo'yaver, yaxshi bola ekan, suhbatini oldik. Ha, yo'g'i? Ha, yaxshi bola. Ha, gap yo'q. Tanishganimdan xursandman. Bo'pti, Shuhrat, gaplashamiz. Hamni yo'qotmayman. Ha, ozvamiz, sekiz. Nozi, Nimaga keldingiz? mendan xafamsan? Yo'q, xafa bo'lmadim. Men ham to'g'ri tushundim, Nozi. Senga qaragan 100 ta bolaga qarshi chiqa olmayman. Lekin sen qaragan bitta bolaga qarshi chiqa olmayman-da. Qayerdan oldingiz bu gapni? Instagramdagi Reels'dan. Sevasan meni? Yo'q. Shunchadan beri gaplashamiz, bir marta ayta, xo'p? Boring, hozir oyim kelib qoladilar. Qo'rqmayman o'sha onangdan ham, tushundingmi? Shu qimmatga tushdimmi deyman-da. Nimaga? 38 mingga oldim shuni. Ay, 40 ming bersang ipini ham qo'shib berardi. Zvachka qo'ydim-da. Sizlar. Ha, namuncha? Yaxshi. Jo'ra yordaming kerak-da menga. Bo'ldi, kimni urish kerak? Nima problem? Shu qimmatga tushdimmi deyman-da. Nimaga? 38 mingga oldim shuni. Ay, 40 ming bersang ipini ham qo'shib berardi. Zvachka qo'ydim-da. Sizlar. Ha, namuncha? Yaxshi. Jo'ra yordaming kerak-da menga. Bo'ldi, davay, kimni urish kerak? Urushma. Faqat uraverasanmi? Ha? Ertaga Nozimani tug'ilgan kuni shunga nimadir qilish kerak. Bo'ldi, shikolat berib. Ya, o'tgan yil ham shikolat berdi. Undan oldingi yil ham shikolat berdi. Bir yangilik qilish kerak-da. Bo'ldi, unda yangi shikolat ber. Romantikni tabriklash kerak. Qanday bo'ladi? Bitta ideya keldi. Xo'p, Nech puling bor? bor yiqqanim 18 ming. Qaydan olding uncha pul? O'g'irladingmi? Yo'q, yig'dim. Ha, bo'pti. Senga 200 ming berib turaman. Oma, kredit harom, oma. Voy, shundoligicha berib turaman 200 ming. Puling bo'lganda berasan. Halol nasib ekan. Ha, berar ekan. Xo'p, nima qilamiz? Plan qilamiz. Ketik bilan qilamiz. Zo'r qilaylik, bir tabriklar. To'xta. Kepeğim geçirmenin kıyalımdı. Geçir sensiz ömür sürmez yüreğimde. Assalomu alaykum. Nima berasizlar? Qo'shiq bormi? Qo'shiq bo'lsa zo'r bo'lardi. Qo'shiq ota-ona haqida. Yo'q, sevgi haqida. G'appar, sevgi haqida, ha. G'alatiroq ekan. Qo'shiq. Do'lanimi? Voy, sevgi haqida. Salom sevgim g'unchasi, ko'nglim berkasi, yuragim nolasi. Senla birga bo'lsam qalbim malikasi. Kel seni baxtli qilarman o'zim.
Azizam ko'zing kulsin, nurlarga to'lsin hamisha sevgilim. Bir umr yoningda bo'layin men o'zim, seni baxtiyor ko'rsin ko'zim. Voy, rosa kech bo'lib ketdi, oyim urishadilar. Shoshma. Nima? Balki bugun aytarsan. Nimani? Sevishingni-da. Aytmayman. Hammasi uchun rahmat. Tug'ilgan kuning bilan. Yana 4 ta skript yetishmadi-da. Zo'r chiqardi. Qo'ya qolgan endi. Ha, ular o'zing to'y bo'lib ketardi-yu. Yo'llaring. Kepegönlüm geçir meni. Zo'r bo'ldi-ya o'zi. Ha, vaqti bomba bo'ldi. Qishloqda hali hech kim bunaqasi qilmagan. Ha. Rahmat senga. Ha, mayli. Senga ham rahmat. Yana 4 ta skript yetishmadi-da. Ha, endi qo'ya qolgan. Ularni qo'ysang to'y bo'lib ketardi-yu vaqti. Yo'llaring. Uyi bo'shat qo'y deganmidim. Bir kun muhlat tanlagan. Uyi bo'shatsang bo'shat. Hech qayerga ketmayman. Voy. Bu tilini bermaydi, bu tilini bermaydi. Ey, bir kun muhlat tanlagan. Bo'shatsang bo'shat. Bo'lmasa, hammani seni olib chiqib ko'chaga uloqtiraman. Bildilaringmi? Solazol-ku, ha? Qaramasdan o'tib ketamiz yo'llaring. Bu meni rahmatli o'g'limning uyi. Oshiq yigit. Bo'pti. Charchama. Bo'pti. Sen Nozimaga bitta telefon qilib qo'y. Uyda nimadir problema bo'lgan. O'zim ham shuni o'ylayotgandim. Ha, bo'pti. Telefon qilib qo'y. Charchama. Alo. Alo, Tinchlikmi? Uyin oldida janjal bo'lyapti. buvim bizani uydan haydab chiqaryaptilar. Nimaga? Nima haydab chiqaradi? Xullas, dadam o'lganlaridan keyin buvim uyni urush qilib tortmoqchilar. Lekin dadam o'lishlaridan oldin vasiyat qilib, uy oilamga qolsin deganlar. Buni buvim bekityaptilar. Dadangni vasiyati aniq bormi? Ha, bor. Chunki dadam o'lishlarini oldindan bilganlar. Buvimning xarakterlarini bilib, shu vasiyatni yozganlar. Ha, tushunarli. Hammasi yaxshi bo'ladi hali. Hammasi zo'r bo'ladi. O'zingni uni qiynamagin. Yaxshi bo'larmikan? Buvim bizani tinch qo'ymaydilar. Ertaga chiqmasalaring, narsalaringni ko'chaga otaman dedilar. Menga shu hammasi zo'r bo'ladi. Hozir siqilmasdan o'zingni bosib uxlagin. Xo'p, mayli, yaxshi dam oling. Bo'pti, sanam. Shu yetmayotgandi. Biz gap bo'lar. Ha, oshiq yigit. Nima gap? Muammo bor, suyun. Ha, bu yangilik emas-ku.